Akalar, mana shu Rim kolonnasini mana shunaqa paltarashka hisobida qurilib turgan binoga, shu prixoshkasiga ikkita mana shunaqa qo'ng'iroqchali bandligidan mana shu tagida mana shu qolipi to'rtburchak 70 santimetrlik balandligi bilan kombinatsiya holatda qilingani. Shunaqa zinadan chiqiladigan holat, ikki tomonlama. Tepadan ko'rinishini ko'ramiz. Hozir mana shu qo'ng'iroqchasi bor bandligi mana shu joyga tushyapti. Paltarashka binoga yerdan olib chiqilyapti ustun to'liq holatda. Mana shu hisobda 2-qavatida turibmiz. Mana shu holatda. Ikkinchi etajda balandligi shlaka bloyni hisobga oladigan bo'lsak 12 qator shlaka bloy, почти 12 qator shlaka bloy bilan teng bo'lyapti Rim kolonnasi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Qoliplarini ijaraga berish va quyib berish xizmatlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar.